Xormeyli. Ben bugün Sergeli rayonidaman. Sergelida hujjatida 24 sotiy, amalda 30 sotiy joy sotiladi. Jiloy qilib ishlatilib turibdi-yu, lekin hujjatida jiloy. Aholi yashash joyini oxirgi qismi. Mana shu devordan mana bu devorgacha qoq o'rtasi 35 metr. Keyin ikkita darvozasi bor. Narigi darvozasini ko'rsatdim sizlarga. Mana shu darvozadan mana bu yoqdagi darvozasigacha 65 metr. Undan kattaroq ham joylari bor. Mana bu yoqda 100 kvadratli metr joyi bor. Keyin narigi tomonda yana 160 kvadratli metr joyi bor. Va undan tashqari mana bu yoqda naviyasi bor. Mana shu naviyasi 150 kvadratli metr. 410 kvadratli metr joy sotiladi yoki ijaraga beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa joy qidirgan bo'lsa yoki kottedj quraman, частный sektor qilaman deydigan bo'lsa, marhamat. Juda yaxshi joy, daraxtlari bor, mana ko'rib turibsizlar, joy keng, ochiq. Svobodno gaz olib kelganlar, gazi bor, sveti bor. Keyin o'zini tepa 25 kilovatgachamda suvi bor. Mana bu yoqdan ariq oqib o'tgan, mana shu zabor tagidan ariq oqib o'tgan. Kanalizatsiyasi yo'q, pravda, no skvajinasi bor. Bemalol ishlab chiqarish qilaman o'zimga yoki sklad qilaman desanglar yoki bir частный sektorga tegishli maktab, bog'cha bir narsa quraman yoki sotib olib bo'lib kottedj qurib sotaman desanglar, rosa sizlarga to'g'ri keladigan joy. Bu mana shu chegara devori mana shu. Tak. Ana o'sha joy. Hozircha ijarachilar bor. Kimdir olaman, nimadirlar qilaman deydigan bo'lsa, yana bemalol ijaraga ham beriladi. Undan tashqari bu joy sotiladi. Tadbirkor aka, uka, opa, singil, yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsin, egasi bilan uchrashtiramiz. Hammasini oladigan bo'lsa, narxlarini kelishtirgan holatda sotib olishlari mumkin, ehtimoldan xoli emas. Atak ijaraga ham beradilar. Shu videoni shunaqa tadbirkor opa, uka, yaqininglarga jo'natib qo'yinglar, like bosish esingizdan chiqmasin. Joy masalasida qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, xursand bo'lamiz javob berib.